Nural aka, ana videoni qo'yibsiz-ku, endi ovarish kerakmi deb o'ylayman, chunki aka biz sizni chitaymadim aka ina kuchtapat deydi videolaringizni община unisi dunyo bunisiga deydi ko'rsatganda yakun tarjimasi advokat, oldi ba'zi olim, inamonlar ixtirochi, bo'ldi aka professor, odam, shuma yurist, huquqshunos chamsola deb o'qimishli odam aka tavsiya berib tarqatamizda butun misol. dunyo deydi Endi aka unaqa qilib butun siz qardosh ashulani dehqoni aytib bor tursangiz bizdan so'rab ina qolyapti, u mo'l odam даже man advokatmi, nafahmidam ashulachimi, yakun qamoqxonadagilarni tarjimasi ashulasini oldi ba'zi aytyaptimi inamoni deb deyishdi tushunmasdan aka odamlar ikki xayol bo'lib qolyapti. o'zbek kushen nurar Shuning uchun bu aka ina videoyingizni olib kuchtapat tashlang deydi iloji bo'lsa. Men hozir bu esingizda bo'lsa o'sha videomiz bor edi-ku o'sha Detroit turmasi degan. Ha. Shuni nima qilishimiz kerak endi? Uni endi qanaqa yo'nalishda qo'yganingiz u o'zingizga ayonda birinchidan u narsa. Ikkinchidan odamlarning tushunchasi o'zi boshqacha bo'ladi hamma. Hamma bir xil fikrlamaydi. Siz fikrlagan fikrda ular fikrlashmaydi. Endi turmaxonada siz turmaxonani videoga qo'shiq turmaxonadaqa bo'lgan, o'sha ma'nosi turmaxonadaqa bo'lgan. Klip ham shunga yarasha bo'lishi kerak edi. Endi shunga yarashtirib bir-biriga mos keltirib olgansiz. Buni ayb joyi bir nimasi yo'q. Ya'ni kulgili tuyulishi mumkin insonlarga, uni qanday tushunmagan insonlarga kulgili bo'lishi mumkin. Uni tushunib, turma haqida qo'shiq bo'lyapti. Shunga yarasha klip olinadi, boshqa bo'ladi deb odam mantiqan o'ylasa, keyin to'g'ri deb o'zi fikrlaydi. Endi siz kasım shunday kiyib chiqib, markalarda o'tirib turma haqida qo'shiq aytmaysiz-ku, to'g'rimi? Shunga yarasha klip olinadi, shunga yarasha nima desam bo'ladi? Qo'shiq aytilib, o'shunga yarasha klip olinadi. Qanaqa endi shunaqa video oladi. Uni yomon joyi yo'q, negativ joyi yo'q. Agar noto'g'ri tushunib, odamlar negativ fikr bildirayotgan bo'lsa, u tushunmaganligidan u insonlarni. Yaxshilab o'ylab, yaxshilab fikr qilib, chuqurroq o'ylasa, to'g'ri qaror degan bo'lishi mumkin. Bu meni shaxsiy fikrim bu. Hamma odamlarning fikrini gapiramayman. Ularda ham o'zining fikri bor. Endi men kelgan videolar bo'yicha endi ba'zi birlari Telegramdan uni ham mana uga qo'yaman, men YouTube'ga qo'yaman. Bittasi tojikcha yozibdi, Telegramdan jo'natib yuborgan, aytadi butun dunyo, endi butun dunyoga deydi, bu tarqalgan deydi, butun dunyosi ham bir 100 ta odam ko'rganmi, yo'qmi, o'zi bor yo'g'i. Undan keyin bor yo'q kanalda bir 35 ta 36 ta a'zosi bor, uni ham yarmi soxta bo'lsa kerak. Keyin endi butun dunyo deganiga ham ishonmayman uni. Yana bir narsa olib tashlang, hamma joyda sharmanda bo'ldi, boshqa bo'ldi, u bo'ldi degan hamma narsalar, talablar juda o'qiyotgan. Endi siz ham shu meni shuncha sharmanda bo'lib, ana bo'lishimni bilmaganmisiz? Shuni meni jar yoqasida turganimni bilib turib ushlab qolmadingizmi meni? Endi nima desam bo'ladi? Endi men bunaqa darajada bo'lishini bilmaganman. Odamlar bunaqa fikrda bo'lishini men hayolimga keltirmaganman. To'g'ri tushunsa kerak, to'g'ri ma'noda olinayotgan video o'zidan mana shu kuni o'sha yerda bor edingiz holatda. Billaydik. Endi biz to'g'ri ma'noda oldik u narsani. Yomon ma'noda bir kulgili bir janr sifatida olganimiz yo'q bu narsani. U birinchidan. Ikkinchidan u asli bor narsani chiqarib aytdik. Ammo o'zi qanaqa bundan o'zi battar holat bo'ladi. Kerak bo'lsa mana kinolarda ko'rishadi, tualet tozalaydi, boshqa qiladi, shu hamma yo'q qiladi inson. O'sha qamoqxonada yurganlar. Endi bu kasb shunda olib chiqmaysiz u narsani. Yana meni o'zimning shaxsiy fikrim u. Siz mana palvon odam, shundaymi? Palvon odam, anavda Rustam palvonni bilasizmi? Yo'q. Yo'q, eshitganman, atay bir qo'llashib u inson haqida bir surishtirmagan. Ravshan Cho'ponovni bilasizmi? Bo'ldi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Ismoil palvonlardicha. Eshitganman.
endi siz ham shunday palvonsiz, endi o'ylamay bir shu balodan saqlab qolsangiz bo'lardi-da. Endi qaysidir ma'noda to'g'ri bo'lishi mumkin. Okey, bo'ldi, bo'lmasa bu videolarni qo'yamiz, uni endi olib tashlaymiz, bo'ldi bo'lmasa. Ya. Bu videoda olib tashlaymiz, bo'laveradi. Videoda olib tashlasangiz ham ko'p agar negativ odamlarga manzur talab qilib yotibdi. Bir narsani biladi-da bular, qanchasi talab qilib yotibdi. Menga priyama yozmaydi u yerga ular. Hech narsa yozmaydi ko'pi. Olib tashlang deb yozgan yo'q birontasi ham-da. Keyin shaxsiy kanallar orqali menga olib tashlang deb talab qilyapti. Ovozni ham qo'yib beraman. Okey, ovozni qo'yib beraman. Bittasi tojikcha, bittasi o'zbekcha, yana bittasi yarim nemischa, yarim balo bator qilib yozib yuborgan. Okey? Bo'lsa bo'lmasa. Okey.